Bir qiziq fakt aytaman do'stlar. O'zbekiston milliy jamoasi roppa-rosa 28 yil oldin jahon chempionatlariga chiqish uchun kurashni boshlagan. Robinzon Kruzoning anavi gapi juda ham mos tushadi. Bu daqiqani men 28 yil 2 oy 19 kun kutdim. Sevinchdan yuragim hapriqib ketyapti. Endi savol tug'iladi. O'zbekiston terma jamoasi 1994-yilgi AQSh maydonlarida o'tkazilgan jahon chempionat saralash bahslarida nega qatnashmagan? Axir o'ynagan Osiyo o'yinlarida g'alaba qozongan rasmiy esingizda bor. Nega endi jahon chempionat saralashida ishtirok etmagan deyilsa, saralash bahslari 4-5 yil oldin tuzib chiqiladi. O'zbekiston payti AQShga jamoalar guruhlariga tushayotgan paytda mustaqil bo'lmagan. Mustaqil bo'lgandan keyin tabiiyki keyingi rejalarga qo'shiladi. 98-yil mundialga qo'shilgan. Endi 2026-yili boradi. AQShdan AQShgacha desak bo'lar ekan.